Bitta savol, soqqali savolim bor lekin. Birinchi 1 millionni qachon qildingiz? Mana o'tgan yili 75 million dollarli onlayn kurslar sotib. Onlayn kurs sotish orqali 75 million topish uchun dollarda inson biznesni bilishi kerak. Chunki bilim bepul bo'lgan bizda. Da. Qadr bo'lmagan, odamzod hayron qolyapti. Maktablar nazarda. Ha, maktablar nazarda. Pul berish kerak bunga, deyapti-da. Keyin bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ko'pchilik odamlar bilmasligini bilmayapti-da. Eng katta bilmasligini bilmayapti. To'g'ri. Hamma narsani bilaman deb o'ylaydi. Va men ham buni o'yladim-da, nimaga bunaqa bo'ladi? Nimaga odam o'zini bilag'on deb o'ylaydi-da? 3 ta diplomi bor. Hali ham aytaylik, qaysidir bir nimadirlar qilib yuribdi-da. Biz diplomdan hech qanaqa yo'q, diplom anaqasi yo'q. Sandiqda turibdi u diplom. Eng zo'r qilgan investitsiyam shu yoshimga kirib, Andrey Parabellum kursini sotib olganim bo'lgan. Andrey Parabellum, ha. $3300 ga onlayn kurs sotib olganman. Atrofimdagi odamlar san to'shib qolsa 3300 to'laysan kursga va hokazo. Lekin u qancha bo'lib qaytdi-da? Menga eng qimmatga tushgan kursim $40,000 tushgan. Bitta kurs haqida gap ketyapti. Bitta.